Ertalabdan beri meni efirimga xotin qidirib kelishadi. Xotinga javob berolmam, o'ynash topib berishim mumkin. Moskvada bo'lganingizda ikkita somsa bor edi. Biri tekin, biri 3000 so'm. Bir kun unisini, bir kun bunisini jo'natib yuborgan bo'lardim oldizga onasini emsin. Hozir shunga o'qiyapman. Mama ro'zalik o'qiyapman. Katta bo'lsam mama ro'za bo'laman deb. Onasini emsin, anovi besplatnisi deganim bor-ku. Uni qilib bo'lmaydi-da. Prosta uni ustiga chiqib ishqalab hali cho'chini turgizolmasdan ishqalab jo'natib yuborasiz. Shuning uchun u besplatniy. Narigi bo'limenlisi bor endi, uni qilsa bo'ladi har qanday. Qilsa bo'ladi-yu, amam avatar bo'lib ketgan. Ikkala tili tashqariga chiqib, klitrlari chapay-chop yotibdi. Ikkala lablari filni qulog'iga o'xshab mana qo'yib ketgan. Biri tor, biri g'or. Burası sizniki qanday deydi. Men ancha bo'ldi bermay qo'yganimga. Ikkalasinikini ham. Ves Moskvani qo'tog'ini ko'rib chiqishi kerak. Nafas olsa bo'ldi jo'nating deydi. Virtual bog'im deydi. Gandul. Ochib bersa tagidan yalab o'lib ketishasan, haromi virtual deysan. Virtualchilarga bor harom jalab bo'lasi. Sökümü yapıp uyat будет deydi. Ne будет uyat? Zayval qilishdi. Ne будет? Qiynab sikaman sani deydi. To'tan seni qo'tag'in Toshkentda turib menikiga qaydan yetib kelardi? Jo'lab. Sikaman deyish xohlasan, sikish olmaysan, oldinga borsa o'tirishasan og'zingni, tilingni o'ynatib, tilini tixvolay bitta deb. Haromi? Qo'tag'ing tursa bu yerda o'tirmasding, bunaqa qilib yozib virtual bormi deb sen dirrachisan, haromlar. Yüzüge oturup qiynab qo'yadi deydi-da. Dunyoni ko'zlaringga qorong'i qilib dey. Haromi jigalab. Lichkaga yozishimga yo'q. Ittamida turib olib lichkaga yozmanglar. Har qanday 1-2 kilometr narida bo'lsa mayli, onasini emsa. Ittamida yozmanglar. Puling beraman, og'zingga beraman men. O'tirasan shimib. Nima gap bo'lyapti deydi. Menda amiz tashyapti haromlar. Meni efirimdan ertamana bir am qidirishadi. Men bitta bular 300 ta, men qaysi biriga yetay? Amizchilarlikmi deydi. Yo'q, xunuk. Oldida rasmga tushasizmi? Men yaqin sizga. Oldida rasmga tushasizmi bunday qilib? Ikkalarni olsa. Moskvadamiz opa deydi. Ha, opalar shikar shekilli bu. Yaxshi pul beraman Moskvada vizitga chiqadigan. Chiqdi-re. Vizitga chiqamiz. 200 ta odamga podpiska urib qo'ygansan. Bala bo'l. Qo'lingda qo'tog' yo'q. Asabga tegishasan. Vizitga chiqadigan bo'lsamiz. Senlarga men nima amxona rahbarimanmi? Mendan vizit so'raysan. Amxona ochganimda chaqiraman senlarni, haromlar. Hozircha unaqa joyim yo'q meni. Meni ko'p lekin deydi. Ishtonini yetsang, qo'tog'ini ustida 1 metr jun turaman deydi, telpakka o'xshab. Juningga bitta britva olib, britvaga 100 rubl yo'q, ko'ting junini olishmaysan-ku, qo'toq bor senlarga amsikaman deb haromlar. Opa siz hammamizga qiziqadi, oppoqqina deydi. Ko'ruvdingmi? Ayolga pul kerakmi, er kerakmi, mehr kerakmi? Ayolga hamma narsa kerak, qancha bo'lsa kam. Qo'toq kerak, moshina yo'q, qo'shilmayman. Masalan, real menga pul kerak, qo'toq kerak emas. Yozishavur. To'taqchani bolalari. Men bir xotka siktirsam bir hafta qaytib bermayman. Bir martaga zo'rg'a yarayman o'zi. Ammo men ehtiyot qilaman, ko'p shilinib ketmasin deb. Pul topish amdanmi deydi. Yo'q, og'izdan. Og'izdan. Tashoqqacha yalaysan-ku deydi. Da. Toza tashoqmi faqat? O'zlaring kim deb o'ylashasan? Savol. Tashoqqa yalaysan, ko'rishasan, pulga siktirasan. Pulga ham sika olmayotgan daxuya to'ta. Men oldimga, sen oldin bir kelaman de. Qilib bet harom joy-ku. Shuncha gibanutli darmayet yozib yotibdi, ko'ryapsiz-ku. Hammasi miyasidan sikilgan. O'zim ismim ham harom bo'lib ketmasin deb sevda qilib qo'yganman mana. Jalabxona bu yer. Birinchi hamma om ko'rmaganlar bola shu yerda. O'zing yop bola. Bochkaxon, ajinaxon deydi, bochka emasmi? Qani bochkaligim? Qani? Qani bochkaligim? Ekranga yaqin o'tirganim shunaqa ko'rinaman. Mana. Bochka diyor ekanda. Undan turishga majbur qiladi. Va
Ammam ko'rsa nima bo'lasan ekan? Sen hozir ko'rmasdan turib 5 ga 1 uryapsan. Figura zo'rlaykinda. Labingga uray deydi. Og'zingga beray haromi. Shunday dunyo ko'zlaringga qorong'u qilib ustiga o'tirib olib harom og'zingni, og'zing badaningga harom jiyalab. Omizni jun bosganmi deydi. Ha, tilingizga sanchilib qoladi. Shuning uchun tilingizni tiqormang. Oramiz 5 kilometr ekan deydi. Ey xudo. Adres tashab qo'ysangiz yugurib borib kelaman oldingizga. Shahid ketgur haromlar. O'zi men kvartiraga odam qo'yaman deb e'lon bersam, bittalabdan boshlandi. Telefonimga yozishib yotibdi, siz bilan yashaysam maylimi, sizni ko'rsam mayli. Bitta rasmimni qo'yib qo'yuvdim-da, hozir. Glavniyga qo'ygan bitta rasmim bor edi. Bu rasmni qo'yibman. Anaqaga Instagramdan yozibman, keyin yozsam, dunyodagi bo'lib tiqilib ketsa. Kvartira sizga ichida qizi bilan kerak. Hindistonda gastinisansimi menga bitta xona bersa ichida qizini qo'shib beradigan tavba qildim. Indian somsalariga o'xshati gapirasiz aka. Unaqa imkoniyat Hindistonda bor aka, Dubayda bor. Bizda yo'q unaqa imkoniyat. Biz imkoniyatimiz cheklangan. Imkoniyati cheklanganlarga kiramiz biz.